Import qilingan tovarni sotishda qo'shilgan qiymat solig'i qanday hisoblanadi? O'rtoqlar, juda ko'pchilik bu borada xato qiladi va hattoki biznesmenlarning orasida shunaqa gap bor, men endi seni qo'shilgan qiymat solig'i sotaman deyishadi. Qayerdan paydo bo'lgan, siz zapasim bor deydi, importimdan qolgan deydi. Nimadan? Oddiy invoisingiz, import qilayotgan tovaringiz 100 so'mlik tovar keladi va uni rastamoshka qilayotganingizda buni bazaviy hisoblaydi. Bazaviy deyiladi. Buni tadbirkorlar bilishadi. Ya'ni 100 so'mlik tovaringizni tamojniyada, bojxonada bazasi deylik 150 so'm ekan deb oladida, 150 so'mdan kelib chiqib, qo'shilgan qiymat solig'i to'lattiradi. Aslida invoisingiz 100 so'm bo'lsa ham 150 so'mdan hisoblanadigan qo'shilgan qiymat solig'i 18 so'm bo'ladi. 18 kili dollarda gaplashamiz. 100 dollarlik tovar uchun 18 dollar qo'shilgan qiymat solig'i to'ladingiz. 100 ming dollarlik tovaringiz uchun 18 ming dollar qo'shilgan qiymat solig'i to'lab olib kirdingiz. Endi chista biznes nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, 100 ming plus 18 118 ming dollar xarajat qildim deydi. Biznes egasiga farqi yo'q, u qo'shilgan qiymat solig'i to'ladimi, mendan ketgan xarajat finansiy rasxod sifatida oladida. Endi deydi, buni necha pulga sotasan desa, buni deylik 5% ustama qo'yadigan bo'lsa, 125 mingga sotaman deydi. Chunki importda olib kirganlar asosan optim deydi, ya'ni ulgurji sotib olishadi. Ular bitta vagonidan yoki bitta furasidan 4-5 ming dollar qolsa juda go'zal narsa ular uchun. Deylik 125 ming dollarga sotaman deydi. 125 ming dollarga sotaman deganda qo'shilgan qiymat solig'i qatdan ortib qoladi. Endi oddiy misol, shot fakturada qanaqa rasmiylashtiriladi? 125 ming to'liq sotilish narxi bo'ladigan bo'lsa, buni ichida qo'shilgan qiymat solig'i 125 ko'paytiruv 12 bo'lib 112 qilsak, qo'shilgan qiymat solig'i summasi chiqadi. Ya'ni bu yerda endi 13.4 okruglik qilib yuboramiz. 13.4 qo'shilgan qiymat solig'i chiqadi va bu yoqda 111.6 tovari narxi. Shot faktura mana bu ko'rinishda shakllanadi. Bu tovari narxi, qo'shilgan qiymat solig'i, bu jami qiymati. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Endi oddiy hol qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblash mexanizmi qanaqa? Hisoblangan qo'shilgan qiymat solig'idan endi oddiy qo'shilgan qiymat solig'i hisoblash mexanizmidan foydalanamiz. Bunda nima edi? Hisoblangan qo'shilgan qiymat solig'idan to'langan qo'shilgan qiymat solig'ini ayiramiz. Bizada hisoblangan qo'shilgan qiymat solig'imizni, ya'ni 125 ming so'mga sotganimizda hisoblangan qo'shilgan qiymat solig'imiz 13.400 bo'ldi. To'lagan qo'shilgan qiymat solig'i qancha desa, tamojada to'laganimiz bor, 18. Mana buni bu yoqqa qo'yamiz. Hisoblangan qo'shilgan qiymat solig'idan to'langan qo'shilgan qiymat solig'ini ayiramiz. Bizada byudjetga to'lanishi lozim bo'lgan qo'shilgan qiymat solig'i summasi chiqadi va bu holatda 4 minus bilan chiqadi. Ya'ni 13 hisoblandi, 18 to'landi. Demak, minus 4 byudjetga to'lanish kerak. Ya'ni menda endi zachotimda 4 ming dollar zachotimda qo'shilgan qiymat solig'i qolib ketdi. Tovarim qolmadi, bu qo'shilgan qiymat solig'i qolib ketdi va mana shu holatda ham ayrim tadbirkorlar bu meni qo'shilgan qiymat solig'im deb o'ylashadi. Eng katta xato shu yerda. Qonun nima deyapti? Import qilingan tovar sotilganda hisoblangan qo'shilgan qiymat solig'i mana shu tovar import qilinishi paytida to'langan qo'shilgan qiymat solig'idan kam bo'lmasin deydi. E'tibor beringlar, qaytaraman. Import qilingan tovarlar sotilganida, mana bu sotuvimizni sotilganda hisoblangan qo'shilgan qiymat solig'i shu tovar import qilinayotgan paytida to'langan qo'shilgan qiymat solig'idan kam bo'lmasin deydi. Ya'ni kam bo'lib qolgan bo'lsa, biza plus 4 qilib 0 qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu hisobot shakllarida alohida bor. Bu bazaviy qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha 125 ga bo'lsa, alohida yana plus 25 qilib oborotga qo'shib ko'rsatamiz. Bu qo'shilgan qiymat solig'i 0109 degan grafasi bor.
biznes egalari ko'rayotgan bo'lsanglar e'tibor berib qo'ying, buxgalterlik aytinglar, buxgalterlar ko'rayotgan bo'lsanglar mana import tovaringlarda 0109 grafa borligini unutmanglar. Sizda hech qachon import qilingan tovar sotilganida hech qachon qo'shilgan qiymat solig'i ortib qolmaydi. Va bu ortib qolgan narsa mani qo'shilgan qiymat solig'im deydiganlar juda katta xato qilishadi. Bundan tashqari ko'pchilik bunaqa ortib qolgan narsani ko'rgandan keyin boshqa bitta yarimta korxonalarga mani qo'shilgan qiymat solig'im bor turib, sliyaniya qilib turib, unga o'tkazib yubormoqchi bo'lishadi. Endi esa sotaman deyishadi. O'rtoqlar, endi esa sotib bo'lmaydi. Tamom, yo'q endi esa. Endi esa bu xuddi quruvchilarni, ustalarni urinni o'lchaydigan shlankasida suvga o'xshaydi. 100 ta joydan aylantirib olib kelib, bunday qilsangiz suv bir xil ko'rsatib turadigan bo'lsa, qo'shilgan qiymat solig'i xuddi shunaqa. Qochib bo'lmaydi, o'g'irlab bo'lmaydi, bekitib bo'lmaydi. Shuning uchun import qilingan tovar qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblashda juda katta e'tibor beradigan holat shu narsa bo'ladi. Unutmanglar, bundan qo'shilgan qiymat solig'i ortib qolmaydi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, salomat bo'linglar.